Yani siz uchun foydali bo'ladi. Mana kuzatib turganingizdek slayd orqali bugun dars o'tamiz. Demak, keling qisqacha o'zim haqimda gapirib o'taman. Mirabror Ramazonov ismim. 8 yildan beri biznes sohasida, tadbirkorlik sohasida ishlab kelaman. 2019-yilda o'zim oshxona biznesimga asos solganman va 2022-yilda beri insonlarga marketing bo'yicha, sotuv bo'yicha, daromadni oshirish bo'yicha darslar berib kelaman. Hozirgacha 1000 dan ziyod o'quvchilarga dars berdim va bugundan boshlab mana YouTube'da ham sizlarga bir foydali va manfaatli bir darslarni ulashamiz. Demak, kelinglar darslarimizni boshlashdan oldin sizlar ham o'zlaringiz haqlaringizda izohlarda yozib ketinglar, chunki men bilishim kerak. Bizni kim kuzatyapti, qaysi kasb egalari kuzatyapti, biz uchun juda ham muhim mana shu narsani ko'rish. Albatta bugungi darsimizda men siz bilan ham yaqindan tanishmoqchiman. Izohlarni yozsalaringiz, keyin men sizlarning har bitta izohlaringizni o'qib, sizlardan xulosa qilgan holatda javob beraman. Demak, boshlaymiz darsimizni. Men qanaqadir bir darsi boshlanishida ko'p vaqt olmoqchi emasman. Bugun sizlarga aniq va kerakli narsani bermoqchiman. Ko'pchilik o'sha noldan biznes boshlash uchun nima qilmoqchi, ya'ni nima qilish kerak degan savol beradi. O'zi nol degan tushuncha bu puli yo'q, ilmi yo'q inson faqatgina nima qilish kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu joyda nol deb oladigan bo'lsak, nima ish qilish kerak, nimadan boshlash kerak yoki nimadan boshlash bilmayotgan inson bo'lsa, qanday ishlash kerak, bu haqida to'liqroq gaplashamiz. Qaranglar, bitta narsani tushunishimiz kerak. O'zimizni tahlil qilib olishimiz kerak. Nima bilamiz, nimani qila olamiz, nimaga qiziqamiz. Juda ko'p insonlar o'zini qiziqmagan, o'zi bilmagan, o'zi yaxshi ko'rmagan sohaga ishlamoqchi bo'ladi va oxir oqibatda bu kasbda 1 yil, 2 yil ishlagandan keyin bezib qoladi va yana o'sha sohasiga yoki o'sha nolga tushib qoladi. Shu uchun yana qaytib nolga tushmaslik uchun siz bugun aniq bir qaror qabul qiling. Ya'ni nima qo'lingizdan keladi va nimani yaxshi ko'rasiz va o'sha ishni qilishdan boshlang. Bu xohlagan kasb egasi yoki xohlagan bir soha egasi buni qilishi mumkin. Endi qanday biznes qilish haqida ham aytib ketadigan bo'lsam, siz qanday biznes qo'lingizdan keladi. Misol uchun siz tikuvchi bo'lsangiz, tikuvchilik, psixolog bo'lsangiz, psixolog. Misol uchun onlaynda men kiyim-kechak sotishga qiziqaman desangiz, o'sha biznesni. Farqi yo'q. Qanday biznes qilishingizdan oldin aniq tahlil qilingki, siz nima qila olasiz va bu sohada o'zingizni necha yil ko'ra olasiz. 5 yildan keyin, 10 yildan keyin shu sohada siz bormisiz, yo'qmisiz, shuni aniq ko'rishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi, ikkinchi qadam, muammolarni toping. Ya'ni siz qilmoqchi bo'lgan ishda nima muammolar bor? Masalan, men sizga o'xshagan insonlarning muammosini o'rganganimda, ularda sotuv kamligi, ish boshlay olmasligi, qo'rquvi, qaysi joydan boshlashni bilmasligi bu ularning muammosi, ya'ni sizlarning muammolaringiz. Men shu haqida bugun darslik qildim. Endi siz psixolog bo'lsangiz, odamlarning muammosi nima? Shu haqida ko'proq gapiring. Siz tikuvchisiz, odamlar nimada qiynalyapti? Qanaqa fasollar qilinsa yaxshi ketadi? Qaysi fasollarni tikkaningizda ko'proq sota olasiz? Ya'ni odamlarda nima muammo bor? Mana shu muammoni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Mana shu muammolarni o'rganishimiz va mana shu muammolarning ustida ishlashimiz uchun, demak, biz bozorni tahlil qilishimiz kerak ekan. Bozorda qanday muammolar bor? Ya'ni buni tahlil qilamiz. Ya'ni nima ko'proq ketyapti, qanaqa kiyim ketyapti, qanaqa kurslar sotuvi yaxshi ketyapti, nima sotsam yaxshi bo'ladi. Ya'ni biz bozorni tahlil qilishimiz kerak ekan. 3-chi qadamga o'tamiz. Oddiy yechim yarating. Ya'ni murakkab narsa qilmang. Ya'ni siz endi boshlayotgan bo'lsangiz, juda ham ko'pchilik insonlar murakkab narsalardan boshlaydi. Yo'q, siz oddiy narsalarni, qisqa narsalarni berishdan boshlang va hayotingizni kichkina qadam bilan katta natijaga olib chiqadigan kurslar yarating yoki mahsulot yarating. Masalan, oddiygina misol, siz tikuvchi bo'ladigan bo'lsangiz, qimmat bo'lmagan, sodda, mana yozga kiyiladigan kiyimlarni kiyib sotishni yo'lga qo'yishingiz mumkin. Yoki siz o'qituvchisiz,
qaysi sohada ona tili o'qituvchi yoki ingliz tili o'qituvchi yoki matematika o'qituvchi farqi yo'q. Qaysi sohada o'qituvchi bo'lsangiz, shu soha bo'yicha murakkab bo'lmagan kichkina mini kurslarni tashkil qilib odamlarga sotishni boshlang. Ya'ni bu sizni keyinchalik qo'shimcha daromad olib kelishingiz uchun, ya'ni daromadingizni oshirishingiz uchun bitta qo'llanma bo'ladi. Va psixologlarimiz, agar siz ham odamlarni muammosini o'rganing va ularga sodda yechim berishga harakat qiling. Oddiy kichkina qadamlar bilan ularning hayoti o'zgarishiga sababchi bo'ladigan kurslar qiling. Bu juda ham muhim. Endi keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, 4-qadam foydali kontentlar chiqarishni boshlang. Ya'ni siz qaysi sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz insonlarga foydali bo'ling. Ya'ni masalan men hozir sizga biznes bo'yicha, daromadingizni oshirish bo'yicha foydali bilimlarni berayotgan bo'lsam, xuddi siz ham o'zingiz sohangizda xuddi shunday foydali bilimlarni berishni boshlang. Masalan, tikuvchi bo'ladigan bo'lsangiz, yozda qanaqa materialdan ko'ylak kiyish mumkin yoki qanaqa ko'ylaklarni hozir kiyish kerak yoki qanaqa fason yozga ketadi, qanaqa fason qishda kiyiladi. Ya'ni bu odamlar uchun foydali. Va qaysi rangni tanlash kerak? Misol uchun yuzi ingichka, ya'ni yuzi ariq inson uchun qanaqa kiyimlar yaxshi ketadi, semiz odam uchun qanaqa kiyimlar kerak bo'lishini aytsangiz bo'ladi. Endi o'qituvchi bo'lsangiz, siz odamlarga ona tili o'qituvchi bo'lsangiz, ona tili bo'yicha foydali bilimlarni, testlarni berib borishingiz mumkin. Matematika ham xuddi shunday. Masalan, psixologiyada ham siz foydali insonlarga bilimlarni berib borishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz mana shu ketma-ketligi to'g'ri o'zingizda qo'yadigan bo'lsangiz, nasib bo'lsa, inshaalloh men sizga o'zim aytamanki, siz tez orada yaxshi bir daromadlarga erishasiz. Faqatgina buni to'g'ri va aniq qilishimiz kerak. Bu haqida ham keyingi darslarimizda o'tamiz. Doim o'rganishimiz. Juda ham ko'pchilik bor, bugun bitta narsani o'rganadi-da shu bilan ketdi. 3 yil, 4 yilgacha keyin bizga kelishadi, daromadim tushib ketdi. Men aytaman o'quvchilarga, 3 yil oldin o'qiganmisiz, 2 yil oldin o'qiganmisiz, bizda yana qaytib o'qishingiz kerak. Nima sababdan? Chunki u ishlatilgan bilimlar eskirdi. Biz har kuni yangi bilimlar olishimiz kerak. Yangi narsani o'rganishimiz kerak. Agar siz hali ham eski bilimlar bilan, eski tajriba bilan ishlayotgan bo'lsangiz, demak siz to'xtagan tizimdasiz. Ya'ni tizimingiz to'xtaydi. Sotuvlaringiz tushib ketadi. Shu uchun doim o'rganish kerak va harakatga tushishimiz kerak. Harakatni boshlashimiz kerak. Masalan, bugun yangi ilm oldingizmi? Mana hozir sizga nimadir ilm berdimmi? Shuni hayotingizda qo'llang. Bugun nimadir oldingizmi? Hayotingizda qo'llang. Shunda yaxshi natija bo'ladi. Demak, darsimiz qiziq bo'lyaptimi? Demak, izohlarda ha so'zini yozib qoldiring, chunki men darsda kim aktiv qatnashayotganini va dars qanday bo'layotganligini bilishim uchun dars juda ham zo'r bo'lyapti debdilar, foydali dars debdilar. Rahmat sizga. Demak, yana kim Sanobar opa o'quvchimiz juda ham zo'r. Demak, davom etamiz. Darsimiz sizga qiziq va foydali bo'lyaptimi? Izohlarda ha deb yozib qoldiring. Biz sizni fikringizga qarab yana biz harakat qilamizki, sizlarga ko'proq narsa berishga. Demak, bugungi darsimizning maqsadi nima edi? Sizga ko'proq bir va foydali narsani berish edi. Endi hayotingizni o'zgartirishingiz uchun kichkina qadamlar ham katta natijalarga olib keladi. Shu uchun bu darsni oxirigacha kuzating va siz uchun foydali bo'ladi. Demak, qanday mahsulot yoki xizmatimiz tanlashimiz kerak? Ya'ni siz yoki mahsulotingizni yoki nimadir xizmatingizni qanday tanlashingiz kerak? Tanlashda o'zi nimaga e'tibor qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda bozordan kelib chiqqan holatda ish boshlashimiz kerak. Misol uchun kimdir bozor o'rganmasdan, raqobatchisini o'rganmasdan, mijozlarni o'rganmasdan turib tovar olib kelib sotishga harakat qiladi. Bu eng katta xato. Masalan, bizning oldimizga juda ham ko'plab o'quvchilar kelishgan, sotuvlarini oshirish maqsadida yoki daromadlarni oshirish maqsadida
o'zlarini bilmagan sohalariga kirib biznes boshlab bu sohada 2000-3000 dollar pul sarflab xato sarflaganlarini keyin tushunishgan. Nimaga? Chunki bozorni o'rganmasdan tovar olib kelishgan. Misol uchun bitta o'quvchimiz Xitoydan 2000-3000 dollarlik tovar olib kelishganda bu tovarni odamlarga sota olmagandan keyin o'zini tan narxiga berishga majbur bo'lgan, hattoki o'zini tan narxida ham sota olmagan va 2000-3000 dollarlik tovar uyda shunday qolgan va bu tovar ketmagan. Nimaga? Chunki bozor o'rganmagan, vaqtida olib kelmagan, trenddagi narsa olib kelmagan, odamlarga keraksiz narsa olib kelgan, arzon olib keldim deb o'ylagan, lekin qimmat olib kelgan. Mana shu muammolar kelmasligi uchun, ya'ni shu muammolarga tushmasligingiz uchun demak siz bozorni o'rganishingiz kerak. Endi boshqa kasb egalari, siz psixolog bo'lishingiz mumkin, o'qituvchi bo'lishingiz mumkin. O'zingizni bozoringizni o'rganing. Qaysi sohada qanaqa kurs qilinsa yaxshi ketishini o'rganing. Raqobatchilaringizni o'rganing, mijozlaringizni o'rganing va shundan kelib chiqib bozorga o'zingizni mahsulotingizni taqdim qiling. Ikkinchi qoidasi, mijozlar nimani izlayapti? Ya'ni shuni aniqlang. Mijozlar nimani izlayapti? Misol uchun, menga hozir nima kerak? Siz shuni aniqlasangiz, siz boy bo'lasiz. Nimaga? Chunki menga hozir mana bir stakan suv kerak. Men suvsiz qoldim, chanqadim. Nima qilaman? Suv olib ichishim kerak. Shu borada suv ham ichib oldim. Chunki havo issiq, o'zlari bilib turibdilar. Juda ham og'iz qurib qolyapti. Shu uchun sizlarga tavsiya qilib o'tib ketaman shu joyda. Kun davomida ko'proq suv ichishlaringizni va kun davomida o'zlaringiz uchun vaqt ajratishlaringizni, ya'ni kunduzi ko'chaga chiqmang, issiqda yurmang, uyda bo'lishlaringizni. Chunki mana hozir O'zbekistonda hamma joyda shu xabar tarqaldi. Siz uyda bo'lsangiz, sog'lom bo'lsangiz, siz keyingi darajalarga yoki keyingi ishlarga vaqt ajrata olasiz. Havo issiqda nima ish qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, demak siz uyda o'tirib ham ishlashingiz mumkin. Shu uchun bizni kuzatib boring. Sizga onlayn biznes qilish bo'yicha zo'r darslarni beramiz. Demak, mijozlarni o'rganishimiz kerak ekan, ular nimani izlayapti, nimani xohlayapti. Mana shu narsani topganimizdan keyin esa biz mijozlarga ko'proq narsani bera olamiz. Mijozlarga ko'proq xizmatimizni taklif qila olamiz. Misol uchun, sizni mijozlaringizga nima kerakligini bilsangizgina siz ko'proq kursingizni yoki mahsulotingizni sota olasiz. Shu uchun mijozlarni oldin o'rganishimiz kerak ekan. Keyingisi yechim beradigan mahsulot yaratishimiz kerak. Ya'ni misol uchun menda nima muammo bor, odamlarda nima muammo bor, shuni o'rgandingiz, shunga yechim bo'ladigan kurs tayyorlasangiz yoki mahsulot sotsangiz, siz boy bo'lasiz va shunda eng ko'p sotiladi. Agar sizni mahsulotingiz, demak, odamlarga qiziq bo'lmasa, sizni mahsulotingiz hech qachon sotilmaydi. Shu uchun nimadir mahsulot qilishingizda yoki nimadir kurs tayyorlashingizda mana shu qoidalarga, mana shu strategiyalarga amal qilishingiz kerak. Agar bizni jonli efirda kuzatib turgan bo'lsangiz, hoziroq o'zingiz uchun yozib oling. Demak, birinchisi bozordan kelib chiqib ish boshlashimiz kerak ekan, bozorni yaxshilab o'rganishimiz kerak ekan. Ikkinchisi, nima mijozlarimizga nima kerakligini, ya'ni nima izlayapti, ular nimani xohlayapti, mijozlarning muammosini o'rganib, bunga to'g'ri yechim berishimiz kerak ekan va yechim beradigan mahsulot yaratishimiz kerak ekan. Misol uchun, qishda nima ko'proq ketadi? Kiyim-kechaklardan kurtka ko'proq ketadi. Demak, nima qilamiz? Kurtkani qishda sotamiz. Yozda futbolka sotamiz. Ya'ni xuddi shunga o'xshagan, siz ham odamlarning nima muammosi bor, shunga to'g'ri yechim beradigan bo'lsangiz, shu mahsulotingiz ko'proq sotiladi. Va
kurs tayyorlashda ham xuddi shu narsani amalga qo'yishingiz kerak. Nimaga men kurs sotishni ham, xizmat ko'rsatishni ham yoki mahsulotni ham birga aytib ketyapman? Bizni kuzatuvchilarimiz orasida juda ko'plab insonlarimiz bor. Ya'ni marketing bo'yicha, biznes bo'yicha, onlayn biznes, o'qituvchilar, psixologlar, do'kon egalari, tadbirkorlar, uy bekalari, juda ko'p insonlar bizni kuzatishadi. Mana shu uchun mana shu 3 ta qoidaga amal qilgan holatda biz bozorga kirsak bo'ladi. Mijozlar qanday jalb qilamiz? Ya'ni jalb qilishimiz kerak. Bu haqida juda ham ko'pchilik menga murojaat qiladi. Ya'ni mijozlarimizni qanday ko'paytirsak bo'ladi yoki mijoz qanday olib kelsak bo'ladi. Mana shu muammolarga 5 ta qadamni bitta biznesingizda qo'llab natijaga chiqishingiz mumkin. Demak, mijozlarni qanday qilib jalb qilishni 5 ta usulini ko'rib chiqamiz. Birinchisi sifatli kontent bilan chiqish, ya'ni odamlarga sifatli va foydali kontentlar berishni boshlang. Bu birinchi qadam. Ikkinchisi kanalingizni tizimli yuriting. Ya'ni kanalingizni bir kun yuritib, 3 kun yuritmasdan emas, har kuni foydali kontentlar qo'yib boring. Har kuni odamlarga qiziq bo'ladigan narsalarni qo'ying va tizimli yuriting. Ya'ni kanalda har doim o'zingiz bo'ling. Kanalingiz sizni borligingizni odamlar his qilib turish kerak. Mana shu juda ham muhim. Samimiy muloqot qiling. Hozirgi insonlarga juda ham eng kerakli narsa bu samimiylik. Bilasiz, hozir samimiylik yo'qolib ketdi. Agar sizda samimiylik bo'lmasa, odamlar sizni eshitishmaydi. Shu uchun doim harakat qiling insonlarga samimiy bo'lishga. Va bu narsa sizni sotuvlaringizni ham va daromadingizni ham oshiradi. Juda ham ko'p o'quvchilarimiz bilan biz test qilganimizda mana shu narsani guvohi bo'lganmiz. Kurslarimizda 90% odamlar bizni samimiyligimiz uchun va bizni muomalamiz uchun sotib olishgan. Agar siz ham o'zingizni biznesingizda samimiy muloqot qiladigan bo'lsangiz, odamlar bilan yaxshi kirishadigan bo'lsangiz, mahsulotlaringizni ko'proq sotishingiz mumkin. Mijozlar real foyda bering, ya'ni mijozga real foyda bering. Misol uchun juda ham ko'plab kurslarda o'qigansizlar, natija olmagansizlar. Nimaga? Chunki u kurs sizga yoqmagan yoki u kursni xato tanlagansiz yoki u inson sizga foydali bo'lmadi. Demak, siz nima qilishingiz kerak? Siz o'quvchilaringizni analiz qilishingiz kerak. Natijaga chiqyapti, chiqmayapti, nima qilsangiz natijaga chiqadi, ko'proq natijani foydasini ko'rsating. Ya'ni odamlarni real foyda bering, ularga natija ko'rsating. Shundagina sizni kursingizni yoki sizni mahsulotingizni ko'proq sotib oladi. Odamlar qadr topadigan muhit yarating. Ya'ni sizni shunaqa jamoangiz bo'lsinki, u jamoa qadriyati bo'lsin. Misol uchun bizga murojaat qilgan odamni har bittasini biz hurmat qilamiz, opa deymiz. Bizdan kichik bo'lsa ham unga harakat qilamiz ko'proq narsa berishga yoki katta bo'lsa ham, yoshlar katta bo'lsa ham erinmasdan ularga foydali narsalarni berishga harakat qilamiz. Nimaga? Chunki bizning qadriyatimiz bor. Ya'ni agar siz insonlarga qadr bermasangiz, ularga qadriyatni ko'rsatmasangiz, sizning mahsulotlaringiz sotil olmaydi, ya'ni sotilmaydi. Kelinglar, mana kichkina qadamni aytaman. Bittagina muomalangiz yaxshi bo'lmasligi, samimiyligingiz bo'lmasligi ham sizni biznesingizda 30%, 40% daromadingizni tushirayotgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, siz mana shu joyda sifatli kontent chiqarmayotgan bo'lsangiz, odamlarga nima berishingizni aniq ko'rsata olmayotgan bo'lsangiz, daromadingizni 50%, 60% gacha minusga olib kelishi mumkin. Shu uchun har bitta kichkina qadamlar ham katta natijalarga olib keladi. Shu uchun biznesingizda mana shu 5 ta narsani qo'llang va daromadingizni oshiring. Demak, biz siz bilan xayrlashmaymiz. Hozir mana shu darsda siz bilan bo'lganimizdan juda ham xursandmiz va bu darsni oxirigacha kuzatganlar uchun albatta sovg'amiz bor. Telegram kanaliga kirsangiz, Telegram kanalimizning silkasini mana shu videoning ostida qoldiraman. Telegram kanaliga o'ting. Hayotingizni o'zgartirish uchun doim foydali kontentlarni, foydali bilimlarni Telegram kanalimda beraman. Ochig'ini aytsam, Telegramda aktivroq ishlayman.
Shu uchun Telegram kanaliga o'tsangiz siz uchun maxsus sovg'amiz ham bor. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling va sizni Telegram kanalida kutib qolamiz.